Yakkasaroy tumani fuqaro muhofazasi boshlig'i davlat tashkilotlari saf ko'rigiga savlandi. Ma'lumot beruvchi Kattalikdan Rustamov. Erkin. 13-14 mart kunlari yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi shiori ostida o'tkaziladigan umum xalq xayriya hashari arafasida tashkil etilgani bilan alohida ahamiyatga egadir. Bugungi hashar bu faqat tozalik va obodlik tadbiri emas. Bu xalqimizning birdamligi, bag'rikengligi va yurtga bo'lgan muhabbatidir. Shuning uchun har birimiz bu xayriya tashabbusga sidqidildan hissa qo'shishimiz lozim. Ishonamanki, barchamiz birgalikda hashar qilsak, tumanimiz yanada obod, ko'rkam maskanga aylanadi.